Assalomu alaykum. Istirasizlik kanaliga xush kelibsiz. Bugun sizlar bilan 5 ta AI o'rganish mumkin bo'lgan 5 ta bepul kurslarni, resurslarni ko'rib chiqamiz. Qani ketdik. Eng birinchi resurslarimizdan bittasi bu Coursera. Coursera buni ichida mana xohlagan sohangizga o'rganishingiz mumkin bo'ladi. Data science, BI yoki IT, computer science bir nechta tillarda bor. O'zbek tilida yo'q bo'lishi mumkin, lekin agar siz ingliz tili yoki rus tilini biladigan bo'lsangiz, bemalol kirib o'rgansangiz bo'ladi. Mana bu yoqda mana IBMni kurslari bor, mana free triallari, ya'ni tekinlari bor. Tekin kurslar juda ham ko'p, bemalol kirib o'rgansangiz bo'ladi. Bu birinchisi, demak, Coursera. Ikkinchi o'rganishimiz mumkin bo'lgan resurs bu YouTube. Ya'ni YouTube'da qanaqa o'rganishimiz mumkin? YouTube'da asosan o'sha dasturlashga berilgan dasturlash sohasiga asosli tayyorlanadigan FreeCodeCamp YouTube kanalimiz bor. Buning ichida siz yozsangiz bo'ladi. Generative AI full kurs deb yozadigan bo'lsangiz, o'sha Generative AI ichida hamma narsasi bo'ladi. Bu 30 soatlik video emas. Mana shu 30 soatlik videoni ko'rib chiqadigan bo'lsangiz, Generative AI nimaligi ichida hamma vektor databaza, boshqa Pinecone nima, LangChain, Llama bularni hammasi ichiga kirib, hammasini bemalol o'rganib chiqsangiz bo'ladi. Bu ikkinchi resursimiz. Uchinchi resursimiz nima deydigan bo'lsak, uchinchi resursimiz bu GitHub. Ya'ni GitHubda agar siz GitHubga kirib turib, Awesome Machine Learning deb yozadigan bo'lsangiz, GitHubda mana shunaqa repozitoriy chiqadi va bu repozitoriyning ichida e, sizga machine learning sohasini o'rganishingiz mumkin bo'lgan deyarli barcha narsalar bor va turli xil tillarda. Ya'ni misol uchun mana Pythonda yozmoqchimisiz, Swiftda yozmoqchimisiz, PHP yoki .NETda, Kotlinda, Go'da, C++da ichida hammasi bor. Buni ham bemalol kirib o'rgansangiz bo'ladi. To'rtinchi o'rganishingiz mumkin bo'lgan resurs bu Google. Ya'ni Google'ni o'zini ichida Google'ni kurslari bor va o'sha kirib bemalol topshirsangizlar bo'ladi, enroll qilsangizlar bo'ladi. Levellari bor. Bir oyga mana shunaqa Google kurslardan o'rgansak bo'ladi. Va beshinchi o'rganishimiz mumkin va mahoratimizni oshirish mumkin bo'lgan veb-sayt bu Kaggle. Kaggle o'zini ichida kurslari ham bor. Ya'ni misol uchun mana hozir man Introductory to Machine Learning kursini ochib qo'yganman. Bu yoqda qanaqa mana 7 ta bosqichdan iborat. Har kuni bittadan o'rganadigan bo'lsangiz ham 7 kun yoki hammasini bittada o'rgansangiz bo'ladi bemalol. Bundan tashqari bu yoqda datasetlar bo'ladi. Ya'ni siz o'zingiz mahoratlaringizni oshirishingiz uchun eng oxirgisi bu Kaggle ichida juda ham ko'p ma'lumotlar bor, competitionlar bo'ladi, datasetlar bor. Har xil sohalarda, misol uchun siz data visualization o'rganmoqchi bo'lsangiz, data visualization ham qilsa bo'ladi bemalol. Videomiz yoqqan bo'lsa, like tugmachasini bosishni unutmang, do'stlaringizga ham ulashing.